Menga qarang, siz menga 16 Pro Max olib bermoqchi edingiz. Qachondan beri aldab yuribsiz? Qachon olib berasiz? O'zi pulim yo'q payt hozir. Pulim bo'lganda men senga olib beraman dedim. Sabr qilib turgin. Video registratorimiz zo'rg'a oldi. Video registratorga pulingiz bor, lekin iPhone'ga pulingiz yo'q, Bu bilan uni farqi bor. Jinnimisan o'tir mashinaga. Pulim yo'q deydi. Mashinaga Malibu'ni rulini qo'yib olgan. Test monitor qo'yib olgan. Yetmaganiga tonirovka ham urdirib olganmi? Shoshmay tursin bu. Menga qarang, pulim yo'q deysiz. Mashinangizni yasatib olganmisiz? Jinni, bu Malibu rulli ham, test monitori ham, tonirovkani ham bor-u, avtokan urib berdi. Boshlang'ich to'lovsiz, muddatli to'lovga 6 oydan 12 oygacha shunaqa berishdi. Avtokanda bor-u, sonsiz bronni plyonka, shumizolyatsiyalarni ham hammasini bor-u, naqd va nasiya savdoga boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi ular. Men senga pulim bo'lganda yetardimi, pulim bordi. Avtoservis o'tdi mashinani olib kirasan, ideal holatda olib chiqib ketasan. Audio sistema desam, Miatinalargacha dash chiqarib berishadi, bronni plyonkalar qilib berishadi. Bo'lsammi? O'sha avtokaningiz 16 Pro Max ham qilib bera olmaydimi bitta? Jinnimisan, o'tir.